Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi joylardan kelgan hurmatli ustozlar, mehmonlar va keng yig'in ishtirokchilari. Uyg'ur Project fondi tarafidan o'rnatilgan Istanbulda 20 leksiya 2024 yillik muhokama yig'iniga xush keldinglar. Endi Uyg'ur Project fondining boshlig'i doktor Erkin Sidiq efendining açılış nutqida so'zlash taklif qilaman. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar, aziz mehmonlar, yaxshimisizlar? Bizningki bu faoliyatimizga xush keldinglar. Men oldi bilan sizlarning chet eldagi jiddiy turmush ichidan qimmatli vaqtlarni chiqarib, bugungi bu faoliyatga kelib qatnashib berganlarga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Bu yillik davra biz degan kitap üçün dünyanın her qaysi joylarida yaşaydigan 32 qarindishimiz 38 parça maqola yozib berdi. Degan nusxalarning ichida yana bir alayda mehmonimiz var. Germaniyadan kelgan Bavariya shtat parlamentining muavin raisi Markus Lindespecher efendimiz var. Degan musulmonlarimiz. Andan keyin Uyghur Project Fondi ve Meşe Uyghur Grupu'nun 7 nefer kardeşimiz makaleniki kısışı mezmuni, makale ve sırıl böceklerini bahalap tasdiklaş vazifesini öteplerdi. Abdüş Niyaz, Cüret Nizamedin, Ümer Emin, Pidakar, Ruşen Hamid ve Talep Kadarlık kardeşlerimiz tahrirlik vazifesini öteplerdi. Anadolu'daki Muhammed İbrahim ve Pidakar kardeşimiz baş muharrirlik vazifesini öteplerdi. Şebnem Aşim Hanım bu kadar kitaptaki mukavasını aylap verdi. Pidakar bilen Yemruh'umuz belçilik işlerini öz üstüne aldı. Amerika Şimali Kaliforniya'daki Uygur Medeniyet Uyuşması bilen Uygur Fondi ve Germaniya'daki Tevekkül İskender kardeşimiz ve Gollandiya'daki bir akimiz müşkatipti faaliyetke sadece yardım kıldı. Teklimakan Uygur Neşriyatı bu kadar devre biz degan kitapni chiqarishga mas'ul bo'lib bu kitapni degan ekildi, buni biz chiqardi. Undan boshqa yana mushu sorunda o'tirgan yoki kilamlagan qarindoshlardan Arslan, Mehmet To'xti, Batur Qaraxonli va Burxon Said qatorli qarindoshlarimiz bizga ko'p yordam qildi. Hozir ko'rdinglar, bu shunday ishlarni degan yig'inga kelishiga tayyorlik qilib kelib men Uyghur Project'in vakaleten ularning hammasiga rahmat aytaman. Bugungi bu faoliyat mana yuqorida tillangan hamma qarindoshlarning sayyora xizmat qilishi orqali vujudga keldi. Millat suyish, vatan suyish degan mana shunday bo'ladi. Millatparvarlik, vatanparvarlik degan mana shunday bo'ladi. Biz hammamiz shu amaliy ish harakatimiz uchun o'zimizning qanchalik xo'shallansak ve faxrlansak arziydi. Uyghur milleti hozir intayin halkılık bir tarixiy davrda turyotidir. Hozir Sharq Turkistonda ve chet elda irqiy qiyinchilikni normallashtirish harakati elib berilyapti. Hamda bu harakat unumli beryapti. Shu sababdan ba'zi kishilar Uyghur davo ishlariga qarata uning hozir nima foydasi bor yoki uning hozir nima qiymati bor deb so'rab qalami bor. Bir qism kishilar Uyghur siyasi davasından ümidsizlanmalıdır. Bunun sebebi dava vücut keltirgen özgürlüklerindeki çoğun olmasıdır. Hem de vatandaki ailesi de bazı alayı defalarındaki var buluşu ümitsizlikdeki mendesi bulutlamaktadır. Ama biz iş kılganda fakat netince düşünemez. Belki milli mecburiyet ve tarihi bulut yüzünden iş kılsak kılvatkan işimizni uzun müddet dava süralayımız. Ma'lum netince düşünemez, kılvatkan işi to'g'ri iş bo'lganligi uchun davomlashtirish ümitsizlikka elib bormaydi. Biz mushunda faoliyatlarimiz orqali eng kam degandimi Uyg'urning yo'qolib ketmaganligini hamda yo'qolmaydiganligini isbotlaymiz. Bu qatim maqola yozgan, leksiya so'zlaydigan va bugun mushu so'rovga kelgan qarindoshlar o'zining milliy majburiyati va tarixiy burchini ado qilish yo'lini tanlagan qarindoshlarning vakillari. Ben sizlerge chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ahirda bu faoliyatning muvaffaqiyatli bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Rahmat.